Siz ginekolog ko'rigiga kelishdan oldin 3 kun avval aloqa qilmasligingiz kerak hamda tahorat va tozalanib kelishingizni tavsiya beraman. Agar siz ginekologga shikoyatingiz bo'lmasa hamda o'zingizni sog'lomman deb hisoblasangiz, 1 yilda bir marta ko'rigimga keling. Hayz paytidagi og'riqlar qizlarimizda, tug'magan ayollarimizda endometrioz hamda miomani sababi bo'lishi mumkin. Homiladorlikni rejalashtirishdan oldin umumiy check-up hamda bachadon bo'shlig'i a'zolari OZDS, analizlar hamda erkaklarimizda spermogramma qilinishi kerak. Kontraseptiv vositalardan foydalanishimizdan oldin har bitta ayolga individual qo'llaniladi. Bachadonchi vositalari, implant qo'yish yoki gormonal tabletkalardan foydalanishingiz mumkin. Tuxumdonlar polikistozini asosiy alomatlari bu soch to'kilishi, hayz buzilishi, bepushtlik hamda giperandrogeniya, ya'ni tuklarning ko'p o'sib ketishi. Homilador bo'lish uchun kerak bo'ladigan dori vositalari. Bular vitamin D, omega 3, sink hamda folik kislota va yod. Qizlarimizda hech qanaqa kasallik belgilari yoki bo'lmasa ginekologga shikoyati bo'lmagan holatlarda 10-13 yoshdan boshlab ginekolog ko'rigiga borish tavsiya qilinadi.